Holatdagi qora Gentra so'raganlar uchun mana bizga bitta shunaqasidan keldi. Sotuvga 2021-22-yil Amerikanka Optra tepa-past zimmerletlari bilan to'rtta yangi archa balon. Holat ideal turibdi. Tonirovka ruxsatlari bor. Salon holatlari ideal turibdi. Shifkalari ham yangidek laminat bo'lgan, bu yoqlari ham evakor polik 48600 probegi. Malibu bar elektron rushnolari bilan o'zini zavodchiga magnitofonlari turibdi, telefonlari bilan yangidek turibdi mashinamiz. Holat ideal, hamma joy laminat bo'lgan, salon holatlari ham yangidek turibdi. Captiva Broadway 908 pul, tunnel datchik, hamma narsasi bor. Mana berkalari 22. Mashinamiz benzinda turibdi. Holatini ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. Orqalarida Optrasi bor, originaldan turibdi. Zapaskalari ham yangidek holatga turibdi. Umuman gaz qo'yilmagan. O'zi faqat benzinda haydalgan. Mashinamiz ideal holatda. Lyuk ABS skamasi bor, bankam hisoblab beramiz. Aloqaga chiqinglar, nomer qoldiramiz.